Suratul Qari'ah. Qur'on Karimning 101 surasi. Oyat soni jami 11 oyat. Bugun mushu surani o'qishni o'rganamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Bu yerdagi al-Qari'ah, mal-Qari'ah bu ikki oyatdagi qof harfini cho'ngroq olamiz. Qo deb bundaq. Undan keyin ayn harfi qori'ah degi ayn harfini ayn deb o'qiymiz. Al-Qori'ah deb bundaq. Qori'a desak to'g'ri bo'lmaydi. Al-Qori'ah deb. Ya'ni qayta qo'yili. Al-Qori'ah. Mal-Qori'ah. Keyingi oyatda va ma adraka mal qari'ah. Bu yerda ma degani va ma bu alif mad vojib. Buni 4-5 harf miqdorda so'zsaq bo'ladi. Va ma adraka ad u dal qalqala. Qalqalni o'qigan vaqtimizda sukunliq dalni biz ad deb mana o'qiymiz. Ad emas, ad. Qayta o'qiyli. Va ma adraka mal qari'ah. Andin ro harfimi buni cho'ng qilamiz. Tafxim ro. Bu yana bir alif sag'ir. Ya'ni kichik alif bor, buni ko'tarib ro deb mana o'qiymiz. Qayta o'qiyli. Va ma adraka mal qari'ah. Keyingi oyat يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون الناس يعني بيلك النون إخفاء، يعني غن لك إخفاء، غن تختيمز نون أستدا. يوم يكون دب نون أستدا تختب عندن ناسو deymiz. Yawma yakunun nasu kal farashil ra. Bu yerdagi cho'ng qilin tum o'qiydigan harf. Kal farashil mabthus. Mab qalqala. Bu yerdagi adraka degan o'xshash. Bu mab deb o'qiymiz. Mab emas. Bu sukunliq ba bo'lsa-mu buni qalqala o'qiganda azroq titratib o'qiymiz. Mabthus. Mavtha harfi. Buni ba'zi qarindoshlar mabsus deb bunda sin. Bunda o'qib qo'yadigan ishlar bor, ma sin dechchi. Bu to'g'ri bo'lmaydi. Buni diqqat qilib, tishimizni tishlab turib, tilimizni tishlab turib, tillan tishning orlig'idan chiqaramiz. Mabthus deb mana. Qayta o'qiyli. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Keyingi oyat وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن العين بحرف كالإه أمسا كالعهن بها حرف
Buni ba'zida kal-ih deb bunda ha deb o'qib qo'ysak bo'lmaydi. Ha, ho deb. Bu ha. Kal-ih nil manfush. Bu yerdagi nun sukunliq nun. Buni biz ixfa qo'yamiz. Ikki harf miqdorda nun degan harfning ustida to'xtab, nunni yerim tishimizning tishab turib manfush, ya'ni ustungi tishimizni astın kalpıqqa tekkizib turib, bundaq nunni ixfa qo'yamiz. Ya'ni kal'ihnil manfush. Amma u vav fush degan vav harfi bu madda jaiz. Buni 2, 4, 6 harf miqdorigacha so'zsaq bo'ladi. Qayta qo'yinglar. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كينج آيات يعني 6 آيات. فأما من ثقلت موازينه فأما bu memni bu yerda g'unlik ixfa qo'yamiz. Ya'ni memning ustida to'xtaymiz. Fa amma deymiz. Buni fa amma deb bossak bo'lmaydi. Fa amma man thaqulat. Bu yerdagi nunmi o'xshash ixfa, g'unlik ixfa, ya'ni man thaqulat. Bunda man deb chiqaramiz. Bu man deb to'xtatmaymiz. Man thaqulat. Bu yerdagi sa'mi o'xshashlam, ya'ni harfu sa sin emas, man saqulat emas, man thaqulat mawazinuh. Yani bu yerda bir turish bo'lganligi uchun to'xtaymiz. Agar to'xtamay qo'shib o'qib qolsak, buni mawazinuhu deb bundaq kichik vovni chiqarib qo'yamiz. To'xtaganda buni qisqa o'qisa ham bo'ladi. Ya'ni fa amma man thaqulat mawazinuh. Keyingi oyat فهو في عيشة راضية. مالكي عين حرف عيشة. فهو فهو في عيشة. مالكي تن أصل كسرتين يعني دوزر. وقغندا في عيشة دب قويتو. يعني تن بوغندا أقبل نون ساكن با سكولق نون با. يعني تنوين أقدا بر تلفظ قغندا نون ساكن. Bu nun sakin aqdan ra harf kelganda, ya'ni yetta yarmulun degan harf kelgan vaqtda buni nunni shu harfga qanaqa qilamiz deganda idg'om qo'yamiz. Ya'ni fi 'ishatin deyishni o'rniga fi 'ishatir deb man raga uramiz. Fi 'ishatir radiyah. Ra tafxim, ya'ni qilintum o'qiymiz. Radiyah. Radiyatin. Buni to'xtagan vaqtimizda mayli bir turish va shunga buni radiyah deb ma'ni ta harfini, ya'ni yumloq ta'ni o'qimaymiz. Fi 'ishatir radiyah. Qayta. Fahuva fi 'ishatir radiyah. King ayat, ya'ni 8-chi ayat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Bu yerda o'xshash mimni to'xtaymiz. Wa amma deb. Chunki mim bu yerda ixfa malg'unna. Yani shunaqla keyingi mim, birinchi mim sukun bo'ladi, shadda bo'lgandan keyin ikkinchi mim, ya'ni mim alif. Shuni buni azoq ko'tarib o'qiymiz. Yani uzun tavushdek. Va amma desak ham bo'ladi. Bak so'z o'tmaymiz, bak qisqa o'qib qolmaymiz.
من خفت bir söküllük nun ba adı söküllük nunu biz köpünçe alda ıhfa koyduk ha men dep lekin yani ilaqi hulqum ma o kanay harfleri kelgan vaqtida kanay harfleri degan alif hamza ha ha degandek g'ayn ayn degandek harflar kelgan vaqtida o'sha nunni aqdilam bu chog'da nunni izhor o'qish shart izhor deganimiz nunni uch o'qiymiz a man xaffat deb bundaq man deyotmaymiz shunga buni izhor hukmi izhor وأما من خفت موازينه بنا خا حرفني خا ده o'qiymiz خفت موازينه bu yerni to'xtalib uchun asli mavazinuhu deb mana bir vav kichik vav bor buni bunday o'qiydik ammo bu yerda to'xtadik shunga mavazinuh desak bo'ladi qayta o'qiylik وأما من خفت موازينه فأمه هاوية بيدك bu mimmu bir yerde ixfa malğunna yani to'xtab o'qiymiz mimda shadda bayin mimni ustida shunga mimni fa bundaq mimni ustida to'xtaymiz fa ummuhu bir kichik bir vav bor buni yani ozroq so'zib o'qigan gap fa ummuhu haviya buni so'zmay qolsak endi buni lahni yani savallik bo'ladi yani fa ummuhu deb qo'ysak qisqa qo'ysak bo'lmaydi fa ummuhu haviya وما أدراك ما هي bu yerdagi vama deganimga o'xshashlam maddi vojib buni 4-5 harf miqdorda so'zimiz vama adraka ad bu qalqala bayatni deganga o'xshash bir qancha qalqala bor ekan bu so'rda birinchisi adraka mayli bir tushirgan undan keyin mabthus deb mayli tushirgan mayadimi vama adraka ma hiya ya'niki ad dal o'xshashlam bu qalqala keyingisi ro deymiz bu tafxim qilin o'qilgan harf وما أدراك ما هي آخر قيد نار حامية لكن نار دكي بيادم بر yani dammateyn yani bu qo'sh pesh yani du pesh deymiz buni o'qiganda bu narun deb o'qiganda bir nun sukunliq nun chiqadi talaffuzda narun degan ekan bu sukunliq nunni odatda biz ixfa deganda o'qiydik ammo bu yerda ha kelib qoldi aqllang yani bu ha harfi ha 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 ayn g'ayn degan harflar kelgan vaqtida buni narun deb ochiq o'qiydik izhor ochiq degan aniq o'qiymiz to'liq talaffuz qilindi shunga narun deb bundaq so'z aytmaymiz ham ixfa qilmaymiz narun hamiya deb o'qiymiz unda bo'lsa butun so'zni bir o'qiylik bismillahir rohmanir rohim القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من
ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. صدق الله العظيم.